Bugungi videoda sizlar bilan Power Gym'dagi yangi ko'rinishda va yangi dizaynda bo'lgan Greble trenajyor to'g'risida gaplashamiz. Ko'rishingiz mumkin, agar uylarda joy kam bo'ladigan bo'lsa-ki, siz ko'p qavatli bino, ya'ni domda, kvartirada istiqomat qiladigan bo'lsangiz, kvartirada yashaydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa ko'rinishda ixcham qilib, ko'p joy egallamagan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ishlatadigan paytingiz bemalol tushirib, o'ziga qulay qilib foydalanib ishlataverasiz. Bundan tashqari g'ildiraklar bor. Misol uchun, boshqa omborxona yoki kerak emas buyurib turadigan joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun balkon qo'yib qo'yib, kerak paytingiz o'zingizga kerakli joyga olib borib, qo'yib foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Birinchi, buni men sizlarga xarakteristikasini aytib o'tmoqchiman. Bu trenajyorimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 150 kilogacha bo'lgan foydalanuvchi insonlarni bemalol ko'tarilgan qilib ishlangan. Tokda ishlaydi, elektromagnitli mexanikasi bo'ladi. Bemalol buni 100 ta levelda o'zingizga mos qilib, og'ir yoki yengil qilib foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Ko'pchilik bu Greble trenajyor to'g'risida ma'lumotga ega emas, chunki bizda hali unchalik ko'p ommalashmagan, lekin ayniqsa crossfit zonalarida, MMA, jangovar sport turlarida chidamli, ya'ni vynostlikni oshirishga hamda vazn me'yorini bajarish paytida eng ko'p ishlatiladigan trenajyorlarning qatoriga kiradi bu trenajyorimiz ham. Bunda 80% dan oshuv, deyarli 86% muskul shu trenajyordan foydalangan paytingizda muskullar ko'p holatda ishlaydi. Deyarli даже 100 muskulgacha bu trenajyordan foydalangan paytingizda ishlaydi. Eshikka eshish musobaqasi bo'ladi. Eshikka eshiladi qayiqda bilasizlar. Xuddi shu musobaqani, xuddi shu sportda bu simulyator hisoblanadi. Xuddi o'sha sportda qanchalik muskullar ishlaygan bo'lsa, qo'shimchasiga bunda oyoq bilan birga, oyoq bilan baravar ko'proq muskul ishlaygan bo'ladi. Bundan tashqari buni inson salomatligi zarardan ko'ra juda ko'p foydasi bor. Begovoy darochkada yoki boshqa trenajyorda foydalangan paytingizda bo'g'imga, umurtqa pog'onasiga to'g'ridan-to'g'ri bosim tushadi. Endi sifatli begovoyda foydalangan kamroq tushishi mumkin, lekin baribir bosim bo'ladi. Bu trenajyordan foydalangan paytingizda tizzaga, umurtqa pog'onasiga, bundan tashqari ko'p muskullarga to'g'ridan-to'g'ri nagruska tushmaydi. Shu sababli ham yosh katta insonlarga yoki imkoniyati cheklangan yoki yosh bolalarga ham bu tavsiya etiladi ko'p holatda. Endi buni imенно mana shu Power Gym'dagi PG Greblasini sizlarga ishlashini, xarakteristikasini va sifatini yaxshiroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu trenajyordan foydalanishdan oldin birinchi bo'lib o'zingizga qulay maydonga qo'yib olasiz va postavkasi bo'ladi. O'zingizga qiziq bo'lgan kino, serial yoki qanaqadir tabiat manzarasini bemalol qo'yib olib foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari birinchi o'rinni buni o'zini oyoq qo'yadigan maxsus qismi bo'ladi. Shu qismga oyoqni qo'yib, xavfsizlik o'zini maxsus lipushkalar remeni bo'ladi. Shu narsani taqib olish kerak bo'ladi. Shu narsani taqib olgandan keyin o'zingizlarni xavfsiz holatda his qilasizlar, ishlatsa bo'ladi bu narsani. Ko'pchilik buni foydalangan payti birinchi oyoqni tortib oladi yoki buni ushlab olib turib, buni tortib, keyin oyoqni tortiladi. U noto'g'ri ishlatishga kiradi. Sinxron bo'lishi kerak bu narsa. Ushlab olgan paytingizda mana bir xil g'or shaklida ham ishlatishadi. Bunaqa pazonojni ham og'rib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun pazonojni, ya'ni umurtqa pog'onasi tik holatda bo'lishi kerak. Ruchkasida ushlab olganimizdan keyin baravar tortiladi va baravar qaytiladi. Mana shunda sinxron harakat bo'ladi va mashqlar to'g'ri bajarilgan bo'ladi. Sizning umurtqa pog'onangizga, bo'g'imlaringizga hamda muskullaringizga kamroq nagruska tushadi. Deyarli nagruska bo'lmaydi va buni mexanikasini o'zini maxsus datchik, ya'ni jo'stik bo'ladi. Shu jo'stikdan og'ir yoki yengil qilib o'zingizga moslab, kardio darajangizga, chidamlilik darajangizga qarab moslab foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Va eng muhimi, aytib o'tishimiz mumkin bo'lgan narsalardan bittasi buni dizayni. Ko'p holatda trenajyorlar deyarli bir xil qop-qora rangda bo'ladi. Bu trenajyor bizga dizayniga ko'proq ahamiyat berganmiz va italyanskiy high-tech uslubda ishlashga harakat qilganmiz. Ranglari seri va qora koloratsiyasidan iborat bo'ladi hamda ozgina glansy, ya'ni yaltiroq tus berilgan. Yuzda mana shunaqa chiroqda chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Buni yoniga shunga mos tushadigan bizning Power Gym kompaniyasida spinback, ya'ni velo trenajyorimiz, begovoy darochkamiz hamda liji trenajyor, silovoy trenajyorlar ham ko'p. Yuzga xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lgan mini sportzal yig'moqchi bo'lsangiz, Power Gymga bemalol bu narsani ishonib topshirsangiz bo'ladi.